Salom do'stlar, sizlar bilan yana men foydali video kanalida sizlar. Video boshlashdan oldin kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring. Kommentariyada ссылка bo'ladi, like bosing, obuna bo'ling. Sayt Chickens Farm deb nomlanadi. Kirganingizdan keyin menga email, parol yozib akkauntingizlar bo'lsa o'tib olasiz. Agar ro'yxatdan o'tirmagan bo'lsa bosib turib Sing app tugmasini bosib o'tib olishingiz mumkin. Menda akkaunt bor, shuning uchun bundoq bosib kirib olaman. Hozir ko'rib turasizlar. Mana kirib olganimizdan keyin hozir menda ikkita akkaunt bor, bittasini sotaman, bu sotilmaydi. Keyin sizlar kirganingizda boshida 5000 ta bonus beradi. Buy Bridges'ga o'tib turib, mana ikkinchi level 5000 turadi. O'shandan sotib olinglar. Yoki birinchisidan 5 ta, keyin Edge Store'ga o'tib turib bosganingizdan keyin shuncha bor mana. Menda ko'pligi uchun shuncha tom yig'ilib qolibdi. O'sha hozir bo'ldi. Avvaldan marketga o'tamiz endi. Marketga o'tib sotamiz. Shuncha anaqa bo'lsa ham arzimagan bo'ladi. Mana aytdimki 70 baht. Hali 100 ta ham bo'lmadi. Uni bitta qo'shib ber. Muhammaddan pul chiqizsanglar bo'ladi. Hozir ko'rsatib o'taman. Vistraldan 213 5000 bilan chiqizsanglar bo'ladi. Mana hozir men Payer akkauntimni yozdim va 215 ming edi. 215. Mana qancha edi? 213 ming 710, 213 ming 710. 700. Bundoq chiqib olaman desam chiqazilmayapti. No cash point dot cash point sotib olishinglar kerak. Narxi 5000 rubl turadi. Kiritib olishinglar shart. Bunda pul chiqaza olmaysiz. Narxi akkauntimga endi kiramiz. Narxi akkauntim sotiladi. Narxi 100 ming so'm. Bu akkauntim ham yaxshi. Keyin menda bonus beradi do'stlar. Mana daily bonus. O'shaning ustiga bosib har kuni bittadan 100 tagacha bonus beradi. Hozir menda 74 ta oldim. Bu hech narsa emas. Boshda kirganingizda lekin katta narsa. Keyinchalik hech narsa bo'lmaydi. Akkauntdan chiqib ketamiz. Hozir men sotiladigan akkauntimga kiraman. 100 ming so'm narx. Kiradigan bo'lsam mana do'stlar, mana bunda chiqiz olsanglar 100 ming ta chiqiz olsanglar bo'ladi. Shuning uchun ham kirib olganimdan keyin 100 ming ta chiqiz olsanglar bo'ladi mana. Faqat pul kiritishinglar kerak. Bu akkaunt sotiladi. Hozir ko'rsatib o'taman qancha narsalar. 10 ta bor. Bu birinchi o'yinlikda 10 ta bor, ikkinchi o'yinlikda 10 ta bor, uchinchi o'yindan 9 ta bor, 4-chi o'yinlikdan 7 ta, 5-chi oxirgisidan ham 7 ta bor. Shuning uchun buni sotib olaman. Narxi akkauntga pul kiritish uchun mana sotdim. 102 ming pul chiqiz olsanglar bo'ladi hozir. Do'stlar, shu bilan videomiz tugadi. Xayr, sog' salomat bo'ling.